Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men Andijon viloyatidanman. Ismim Mohroya. 82-yil, 43 yoshdaman. 18-yildan beri bo'g'im kasali, polartrit xastaligi bilan og'rib kelaman. Har 6 oydan больницada yotib 10 kun lecheniya olardim. Davolanishim uchun, o'zimga kelishim uchun. Qo'llarim qatib qolardi. Endi bir kun o'sha Toshkentdan mana shunaqa Zefor degan dorilarni eshitib qolib murojaat qilgandim. Menga tavsiya qilishdi, oldim, ichdim. 2 yildan buyon o'sha dorilari bilan ichib kelaman, dorilar bilan davolanib kelaman. Tabiiy mahsulot ekan, yolg'on emas. Chunki men ko'p dorilar iste'mol qilganman bu bo'g'imlarimga. Bulardan oldin ham nima deya ichganman, korobkalarni olib qo'ymagan ekanman. O'shalardan titraymi, kalsiy ichdim, xullas o'sha miyalariga qandaydir, yuraklariga har xil nimalari bor ekan. Juda sovqatardim, bir qizib ketardim. Hozir yaxshi, nafas olishlarim, yuragim og'rirdi. Keyin bunisidan ham ichdim, yaxshi ekan bu ham, energiya. Bunisidan ichdim, mana ayniqsa bo'g'imlarga 2 mahal, 3 mahal qilib foydasi katta bo'ldi. Endi mana 1 yil bo'ldi. Больницada yotganim ham yo'q, davolanganim ham yo'q. Qo'llar yaxshi, ishlar yo'qolgan, bo'g'imlar joyida. Eng qizig'i, bunday narsa ko'targanimda bo'g'imim tashlavorardi. Yaxshi, endi hozir bo'g'imlar yaxshi. Qo'lda qiyshayishlar yo'q. Qo'llarim qatib qolardi. Sovqatardim. Foydasi yaxshi. Bu Zefor dorilarini tavsiya qilaman. Sizlar ham olinglar, ichinglar, haqiqat ekan. Bu yerda hech kim reklama yo'q bu yerda. Yaxshi ekan, lekin menga foyda qildi. Xudo xolasa yana bular tugasa yana olib ichamiz. Og'rimaylik. Sog'lik kerak doim. Endi bu yog'iga 40 yoshdan o'tgandan keyin o'zi dorilar o'rta bo'lib qolar ekan inson zotiga. Endi tavsiya qilaman, ichinglar. Zefor zo'r.